13 yoshli nevarasi bobosiga telefon qilib, Navruz ayyomlaringiz bilan muborakbod etaman bobojon. Men ham shu yil Navruz arafasi 13 yoshga kirdim degandan keyin bobo o'z nevarasiga bobolik burchini ado etish maqsadida ushbu nasihatli so'zlarni aytdi. Umring o'tar, omad bir kun keladi deb, bugun qaysi ofati jon beradi deb, 50 yoshdan oshgandan so'ng sho'ring qursin, umring o'tar turadi yo turmaydi deb. Shukridan cho'chog'idan, qo'ytog'idan, tashshog'idan 15 yoshlik shu qizchalar raketani mazasini, matrasini qaynandilar. Bu dunyoda minnat bor musiqchadan, paxsa devorni teshigi afzal bo'lar. Shukridan cho'chog'idan, qo'ytog'idan, tashshog'idan Dam ko'tarib, dam tushirib dumbasini, tishlab dirkillagan sinasini, lablariga asal surtib surib yotgina, har kuni ol bir qushchani mazasini. Shukridan cho'chog'idan, qo'ytog'idan, tashshog'idan 15 yoshdan 60 gacha tuzitib ur, 60 yoshdan keyin salbal sovutib ur, 70lardan oshgandan so'ng nevarajoni silab sipab aldab suldab ovutib ur. Shukridan cho'chog'idan, qo'ytog'idan, tashshog'idan Shukridan cho'chog'idan, qo'ytog'idan, tashshog'idan Bobojon, meni tabriklab qo'ying. Men 13 yoshga kirdim. Sizni ham Navruz